gapiravering, qo'rqma. Podpiska, like bosingizlar, iloji boricha. Bundan keyin yaxshi ishlarni chiqarib sizlarga taqdim etadi. Inshaalloh bundan Inshaalloh xalqimizga foydali videolar chiqaradi. Sizlar O'zbekistonda qayerdan o'zlaringiz? Samarqand. Samarqand qayerdan? Urgut. Assalomu alaykum aka-ukalar. Men sizlar bilan Ilhomjon. Sizlar Ilhom Moskva kanalini kuzatmoqdasizlar. Aka-ukalar, bugun men Naglinskiy rayonga keldim. Bir akamiz ayoli bilan besh qolgan ekan. Shuni olib kvartiraga olib joylashtiramiz sizlar bilan birgalikda. Videoni o'tkazib to oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Unda biz ketdik akamizni oldiga. Siz qayerdasiz? Ha, bu yerga kelayotgansizmi? Mana shu akamizga. Men keng. Mana shu akamizni ayoli bilan olib borib hozir kvartiraga joylashtiramiz. Besh qolgan ekan, mana Naglinskiy rayoniga keldik. Mana narsalarimni turibdi, mana hozir yuklab olamiz. Xudo xolasa. Sizlar bilan birgalikda. Videoni o'tkazib to oxirigacha ko'rishlaringizni so'rab qolamiz. Mana akamizni Naglinskiy rayonidan kelib, mana matraslar bilan olib ishga mana ishga olib ketyapti mana. Ichkariga qo'ysangiz ham bo'ladi. Keldik mana Naglinskiy rayoniga. Akamizni oldik, biz nasib bo'lsa kvartiraga qarab yo'l oldik. Gapiring qani aka, bir ikki og'iz gapiring qani. Shu buni yuramizda Ruxonboyda ishlatdik. Mana endi ishlab Xudo xolasa ishlarimiz zo'r bo'ladi. Xudo xolasa inshaalloh. Malyarka ishlarini ishlatamiz nasib bo'lsa. Bu yerda malyarka ish qilardingizmi? Ha. Tugatdingiz ishingizni? Tugatib boshqa ishga ketyapmiz mana. Ruxonboyda ishlatdik. Xudo xolasa ishimiz zo'r bo'ladi. Xudo xolasa nasib. İşimizga baraka, kushayish bersin. Amin. Yo'limiz ham ochiq bo'lsin, ravon bo'lsin, manzilimizga yetib olaylik. Allohu akbar. Unda biz ketdik. Videoni kuzatib boringizlar. Aka-ukalar, bugun kech bo'lishiga qaramasdan turib, soat 10dan o'tdi. Mana Bodir akamizni xuddi Naglinskiy rayonidan olib kelib, mana kvartiraga joylashtirdik. Ishga nasib bo'lsa, Xudo xolasa ertadan ishni boshlaydi. Bodir aka, biz gapirib qo'yib podpischalarimizga, obunachilarimizga qanday bo'ldi ish, qanday keldingiz, yo sizni kim olib keldi derga hammasini gapiring. Mana Ilhomjon akamizga katta rahmat. Naglinskiydan bizlarni olib keldi, kech bo'lishiga qaramasdan mana ishlarni ko'rdik. Ishlar bizlarga yoqdi. Xudo xolasa ertaga ishni boshlaymiz. Podpiska bosib, like bosib, kommentariyaga obuna bo'linglar. Bundan keyin yaxshi ishlarni, yaxshi videolar chiqarib beradi Ilhomjon akamiz. Xudo xolasa bundan keyin Bodir aka yaxshi bo'ladi. Qatma shu sohada yurgan aka-ukalarimizga yaxshi ishlarni chiqarib, yaxshi videolarni chiqarishga va'da beramiz. Aka-ukalar, salomat bo'linglar, o'zlariga ehtiyot qilinglar. Biz unda uyga qaytamiz. Bodir akamizga Mayli, rahmat sizga kattakon. biz bugungi videomizni yakunlaymiz.